Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Bugun ham pogruskadamiz. Bugungi pogruskamizda 3 ta mana shu mashinalarimiz kiradi. Bularni ikkitasi bir boshqacha bir rangda kaki elektromobil Porter mashinalarimiz. Xo'p, 22-yil 28 ming yurgan Porterimiz kiradi. Bunisi 2023-yil 3-oy 7100 km yurgan, Toshkentga olindi buni. Va bunisi LPG 7000 km yurgan GLS eng superi Bongo kiradi. Bu zavodskiy propalli, bular elektromobil ikkalasi. Shu 3 ta mashinamizni pogruska qilamiz. Mashinalarimiz o'ta chiroyli, hech qayta DTP'si yo'q, kraskasi yo'q, toza. Kilometr ham inshaalloh o'ziniki. Pogruska davomida yana syomka qilamiz. Ranglari ham ajoyib, bir boshqacha bir rang. Buni olishganlar ham inshaalloh O'zbekistonda bu rangdan ancha ko'p borgani yo'q. Juda kam borgan. Juda rangi chiroyli, xudo xolasa chiroyli xizmatlarni qiladi. Kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa aloqa chiqinglar. Inshaalloh yaxshi yetkazib beramiz.